O'zbekiston Xalqaro islomshunoslik akademiyasi tomonidan Toshkent shahri va Buxoro viloyatida insoniy birodarlik va dinlararo muloqot xalqaro hamjihatlik omili shiori ostidagi haftalik tadbirlar o'tkazilmoqda. Tadbir tafsiloti navbatdagi lavhamizda. Akademiyaning dinshunoslik va jahon dinlarini qiyosiy o'rganish UNESCO kafedrasi mutasaddilari, professor o'qituvchilari tomonidan tashkil etilgan haftalik tadbirlarida mamlakatimizning diniy ma'rifiy sohadagi yutuq mutasaddilari hamda ta'lim muassasalari talabalari ishtirok etmoqda. An'anaviy ilmiy va madaniy ma'rifiy tadbirlar haftaligidagi ma'ruzalarda olimlar tomonidan bugungi global geosiyosiy ziddiyatlar sharoitida dinlararo muloqotning ahamiyati, davlatimiz rahbari boshchiligida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan diniy bag'rikenglik va tinchlikparvar siyosatni targ'ib etishning amaliy natijalari haqida so'z yuritildi. Dinlar muloqotni tashkil qilish eng muhim vositasi bu talaba yoshlarda, fuqarolarda o'sha muloqot qilayotgan din haqida ma'lumotga ega bo'lish hisoblanadi. Shu ma'noda biz aynan haftalik tadbirlari davomida o'sha do'stlik ekskursiyasini ham tashkil qilishni reja qilganmiz. Xususan akademiyamiz talabalari Toshkent shahridagi va Buxoro viloyatidagi din tashkilotlariga borib, u yerdagi din vakillari bilan muloqot qilishadi, o'zlarini qiziqtirgan savollar berishadi, ulardan albatta fikr mulohaza o'rganishadi. Birodarlik xalqaro jamiyat tomonidan tashkil etilgan juda muhim va ahamiyatli tadbirdir. Chunki birodarlik g'oyasi insonlarni ajratmaydi, aksincha birlashtiradi. Bugungi kunda buni chuqur anglash nihoyatda muhimdir. Shuningdek, mana shunday tadbirlar orqali biz imkon qadar ko'proq ezgulik qilish zarurligini unutmasligimiz kerak ekanligiga yana bir bor amin bo'ldik va tushundimki, aynan qalbdagi ezgulik, birodarlik, tinchlik va insonlar o'rtasidagi totuvlik bu barcha dinlarning asosi ekan. Sho'balarga bo'lingan holda tashkil etilgan seminarlarda islom ta'limotida zamonaviy jamiyat barqarorligining diniy asoslari, Rim papasi tashabbuslari kontekstida insoniy birodarlik g'oyasi kabi mavzularda ma'ruzalar tinglandi. So'zga chiqqanlar tomonidan insoniy birodarlik nomli ushbu muhim tarixiy hujjat Sharq va G'arb mamlakatlari o'rtasida dinlararo muloqotni rivojlantirib, diniy bag'rikenglikni mustahkamlashga xizmat qilayotgani e'tirof etildi. Bu kabi tadbirlarning tashkil etilishi insoniy birodarlikka asos soluvchi hamjihatlik, totuvlik va o'zaro anglashuv kabi umumbashariy qadriyatlarni keng targ'ib qilish orqali insoniy birodarlik shunchaki g'oya emas, balki umumiy kelajak uchun mas'uliyat ekanini anglashdek ezgu g'oyalarni anglatishda muhim ahamiyat kasb etadi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Dasturlarimiz davom etadi. Bizdan uzoqlashmang.